Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, O'zbekiston xalqi, mana faxriy polvonlarimiz, faxriy trenerlarimiz sizlarga mana Jalqo'rg'on tumani dagi sport maktabida ishlagan vaqtida faxriy trenerimiz Alisher Norboyev tomonidan faxriy polvonlarimizga, faxriy trenerlarimizga murojaatimiz bor. Mana shu bo'yicha bugun suhbat olib boramiz. Alisher Norboyev, o'zingizga so'z beradi. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtimiz faxri, elimizning ori bo'lgan faxriy polvonlar kanali obunachilari. Men ham albatta sizlar qatori shu kanalni muntazam kuzatib boraman. Mana shu kanalni tashkil qilgan ukamizga rahmat. Mana efir orqali muloqotda bo'lib turibmiz. Nasib bo'lsa bu kanalimiz rivojlansin, bunga barchamiz imkoniyat darajasida hissa qo'shaylik. Mana bo'lib turgan Osiyo birdamlik o'yinlaridagi kurashchilarimizning debyut ishtiroki hamda dzyudochilarimizning natijalari albatta barchamizni xursand qildi. Ayniqsa og'ir vaznda kurashgan Muzaffarbek To'raboyevning kurashlaridan barchamiz xursand bo'ldik. Ayniqsa finaldagi uchrashuvlar. Albatta. Bu g'alabalar bilan Toshtemir polvonni ham tabriklaymiz. Albatta bu Muzaffarbekning bu natijalarga erishishida otasi Toshtemir polvonning ham ulkan hissalari bor. Shu o'rinda bir aytib o'tib ketsam, Toshtemir polvon Boysunda, O'zbekistonda yagona bo'lgan kurashga ixtisoslashtirilgan maktab internat tashkil qilib, hozirgi kunda o'zi rahbarlik qilyapti ushbu maktabda. Bizlar ham Toshtemir polvon bilan bir 4-5 yil shu maktabda ishlash sharafiga muyassar bo'lganmiz. Birga yurib, birga turib, Xudoga shukr ishladik. Ko'p polvon bilan suhbatlar qilganmiz, suhbatlarni ko'p olganmiz, musobaqalarda birga bo'lganmiz. Endi mana shu e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, Muzaffarbekning musobaqalardagi kurashlarida qo'llagan usullari shu o'zimizning ota-bobolarimiz qo'llagan, o'zimizning boboki usullarni ko'proq qo'llaydi. Judo kurashida. Bu albatta otasidan o'rgangan usullar. Endi buning bir tarixini bir qisqagina qilib to'xtalib o'tib ketsam, 2019-2020-yillardagi pandemiya davrida barcha o'quv yurtlari yopilib, bolalarga javob berganda Toshtemir polvonning o'g'illari ham uyga keldi. Bir hafta damagandan keyin polvon o'g'illarini yana qishloqdan bir ikkita yigitlarni kurash zaliga yig'ib, o'g'illarim, sizlarning dzyudolaring juda yaxshi kurash, xalqaro kurash, olimpiya turi. Lekin sizlar kurashlaringda o'zimizning ota-bobolarimiz qo'llagan, o'zimizning joydari, o'zlarimiz kurashganda qo'llagan usullarni kiritinglar. Bu ishlarning kelajaklaring shunda deb o'zimizning milliy kurashimiz usullaridan ko'rsatib, shularni takrorlab bajarib o'tishlarini qattiq talab qilgan. Qattiq talab qildi-da. Endi natijasida mana Xudoga shukr 2022-yilda jahon chempioni, 2024-yilda Olimpiada o'yinlari sovrindori, mana endi og'ir vaznda Islom birdamlik o'yinlari g'olibi bo'ldi. Nima demoqchimiz? Mana shu Toshtemir polvonning tajribasini butun respublikaga joysak, shuning tajribasini boshqa viloyatlardagi boshqa murabbiylar ham qo'llab, o'zimizning kurashimizning usullarini dzyudoga endi kiritish davri keldi. Shulardan nasib bo'lsa maqsad bittaki, kelajakda dunyo miqyosidagi jahon chempionlari, olimpiya o'yinlari g'oliblarini tarbiyalash, yetkazib chiqish. Hammalaringiz kurashni yaxshi tushunasizlar. Barchamiz o'z shu kurashning chig'iriqlaridan o'tgan insonlarmiz. Bu kurashda bitta yuqori malakali sportchi tayyorlash o'zi naqadar mushkul. Bu birgina murabbiyning yoki terma jamoa murabbiyining ishi emas. Bunda butun xalqimiz, eng avvalambor sizlar bilan bizlar faxriy polvonlar maslahatlarimiz bilan
kerak bo'lsa ko'rsatib ularni targ'ibot qilib shu endi yoshlarga o'rgatayotgan davrimiz keldi. Xuddi shunday. Shu bo'yicha sizda hozir asosiy sizning hozir taklifingiz, murojaatingiz menimcha hozir shu usullarda o'zbek milliy kurashidagi usullarda dzyudoda ham qo'llash kerak. Oldindan qo'llanib kelinyapti, lekin to'xtalishlar bo'lyapti. Ba'zilar ikkilanadi, parterda ko'proq shug'ullanadi bolalar. Bo'lagi milliy kurashdagi usullarimizda o'zimizda cho'nqayma, jotma qo'shishalarimizda bolalarimiz, sportchilar kam foydalanyapti. Shuni ko'proq foydalanish. Har bir kurashning o'zining qonun qoidalari bor. Masalan, o'zbek kurashda tik turgan holatda kurashsa, dzyudoda parter deyiladi. Endi tuzanlab yotgan holatda ham kurashlar ketadi. Buning har qaysining o'zining ustamlik taraflari bor. Lekin asosan tik turgan holatda o'zimizning kurashlarimizdagi usullarni ko'proq qo'llasak foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Natija tezroq bo'ladi, yaxshiroq bo'ladi demoqchimiz. Mana shu yo'nalishda bir yana taklifimiz bor. Shuni ham bir faxriy polvonlar bir ko'rib, o'rganib, yana fikr mulohazalaringizni aytsalaringiz. Shu O'zbekiston Dzyudo Federatsiyasi, O'zbekiston Kurash Federatsiyasi bilan hamkorlikda O'zbekiston Davlat sport vazirligi hamda O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasida qoshidami yoki bir shunday bir kengash tuzilsa-da, bir kengash tuzilsa-da, shu kengashga dzyudo murabbiylaridan, kurash murabbiylaridan taklif qilinsa, har viloyatlardan keksa faxrli polvonlarni, keyin xalq bakovlaridan taklif qilinsa, bu yerga kerak bo'lsa ilmiy tekshirish institutidan olimlarni, O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining olimlarini taklif qilib, bir 10 ta yosh kurashchini, bir 10 ta yosh dzyudochi bilan kurash usullarini ishlab, ularni olimlarimiz ilmiy asoslab berib, endi mana shu hozir bizda eshitib turgan ko'pchiligimiz bizlar endi nazariyatchamizda, bizlar endi praktik, bunday aytganda praktik qilamiz, lekin nazariyasini ko'p tushunmaymiz. Lekin hozir ilm faqat nazariya bilan shu teoriya bilan praktikani qo'shsakgina biron bir natijaga erishamiz. Xuddi shunday. Shu maqsadda shunday bir kengash tuzilsa-da, bunga barcha viloyatlarning faxriy polvonlari, xalq bakovlari birgalikda fikrlarimizni aytib, maqsad bitta, shu dunyo miqyosidagi yuqori malakali sportchi tayyorlash. Qanday qilsakki, mana shu jarayonni tezlatsak. Mana bittagina Diyorak qizimizning yutug'i bizlarni xalqimizni qancha xursand qildi, qancha xalqimizning qaddini tikladi. Mana shu e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, o'ta abi bilan kurashgandagi uchrashuvda ham o'zimizning bobaki shu cho'nqayma bilan yutdi. Mana shunday usullar, endi bu yerda men tafsilotlariga to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Shunday taklifimiz bor. Avvalam shu Toshtemir polvonning tajribasini ommalashtiraylik. Agar imkoniyat bo'lsa, shunday bir kengash tuzib, shu kengashga barcha faxriy polvonlar, xalq bakovlari, olimlarni taklif qilsak, o'rgansak, balkim shunday uyushma bordir. Agar bo'ladigan bo'lsa, buning faoliyatini yana ham takomillashtirish kerak. Buni endi hamjihatlikda maqsad shu, kelajakda O'zbekistonning ori, g'ururi bo'lgan, vatanimizning shoni, shuhrati bo'lgan yutuq zabardast polvonlarni dunyoga yetkazish. Shu o'rinda mana bizni kuzatib turgan, ko'rib turgan muxlislardan o'zlaringizning fikr mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashib, bizlar bilan buni yana ham boyitib, to'ldirib, ularni bir muhokama qilib ko'rsak degan taklifimiz bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham, Alisher aka Norboyev. Mana hozirgi berayotgan taklifingiz, murojaatingiz albatta mutasaddi tashkilotlarimizga yetib boradi degan umiddamiz. Muxlislarimiz ham bitta
iltimos deyiladimi, taklif deyiladimi? Bitta laykni bosib qo'ysangiz, siz bosib qo'ygan laykingiz boshqa kuzatuvchilarimizga ham yetib borishi, kengroq yetib borishi uchun sababda bo'ladi. To'g'ri. Xuddi shunday. To'g'ri. Mana shu hurmatli faxriy polvonlar shu har bir viloyatda shu sportda, aynan kurashda yoritib borayotgan blogerlar bor. Mana shu ukamizga o'xshagan. Shular bilan endi hamkorlik qilaylik, shular bilan birga ishlaylik. Shu faqat bitta maqsad kurashning rivoji uchun. Rahmat hammalariga. Rahmat hamma.